Maoshim qanday chiqibdi? Zo'r o'sh. Men labor qanday chiqdi? Dahshat. Yomon chiroylisiz-ey. Sizlar ham yaxshisiz-ey. Men o'zi ikkita kelini shu oynaga qarab bir-birini bo'yantirish uchun oldim. Men bu yerda kuchugidek kiryapman, o'zim kirib, ular bir-birini bo'yaydi. Hay sanlar o'zim bilaman. Kelinlar, qornim och qoldi, abita bir narsa qilib beringlar. Meni vaqtim yo'q, bachamga qarashim kerak. Men kir yuvishim kerak edi. Ikkita kelin olarimcha ikkitagina tovuq olsam bo'laykanda, bittagina tuxum berib, kayf qilib yeydim. O'linglar sanlar, qilib berma, qarab o'sib sanlar. Kelinlarni nima etsam ekan-a? Topdim. Kelinjonlar, sizlar bitta yangiligim bor. Kimda-kim bugundan boshlab menga yaxshi qarasa, issiq so'g'imdan xabar olsa, mana shu uy-joyi hammasini nomiga yetkazib beraman. Dard bo'lmas, rahmat. Dadajon, bugun mantiq qilaymi, osh qilaymi? Mantiq qiling, yaxshi dabaman. Dadajon, choy iching. Rahmat kelin, rahmat. Dadajon, Ha kelin, sizga iPhone sovg'a qilmoqchiman. ibi tinchlikmi kelin nimaga? Prosta sizni yaxshi ko'rganimiz uchun. Rahmat kelinjon, rahmat. Siz yaxshi ko'rganimiz uchun baloni yebdi, ana uchastkani beraman deganim uchun telefon sovg'a qildi. O'ylinglarsanlar. Bu Ovsinjon uyni o'ziga olmoqchimi nima-ku? Yo'q, Ovsinjon, jo'jani kuzda sanaymiz. Dadajon, yuring. Ha kelin. Sizga sovg'am bor. Qanaqa sovg'a? Mana shu xabar Julian sizga sovg'a. Qaynotamga? Rostdan ham. Ibi kelin, to'g'risini ayting. Men nomma kredit qilingizmi buni? Yo'q, 48 oyga bo'lib to'lash orqali har oy 3,5 million so'mdangina o'zim beraman. Ibi rahmat kelinjon, rahmat. Menga qarang, so'ragan ayboq nima aynan Haval Julian tanladingiz? Chunki Haval Julionda radiator защитник polik paroglari bonusga berilgan. Tamam kelin, rahmat sizga. 2025-yil eng yaxshi kelin nominatsiyasi sizniki kelin, tamom. Rahmat dadajon. Endi uyni men nomga qilib berasizmi? Bitta mashina uchun olib uy beramanmi men? Balon yeysiz, o'ting ishlaringizni qiling. Tuva qildim. Yomon shu turibsizlar, o'zlaringcha. Chito, Rito, Chito Margarito.